Salam ballar. Ballar hansı matematika dersin başlashdan avval bir-birimizga tez-tez ilk so'z bildirib olaylikchi. Yaxshi niyat. Shohnura 5 Avaychi bu. Salom bu. Yaxshi o'qi. Maktabda o'qiysan. Qizil attestda. Yaxshi o'qi. Yaxshi bu. Salom bu. Yaxshi o'qi. Avaychi bu. 5. Avaychi bu. Juda yaxshi ballar. Ana bir-birimizga tilak bildirdik. Endi ballar shundoq orqamizni o'girib, o'zimizga yoqqan rangni olib, guruhlarga bo'linib olamiz. Ana bundan keyin darsimizni boshlaymiz. Sekin o'zingizga yoqqan rangni oling. Tez-tez guruhlarga bo'linamiz. Chaqqan qilamiz ballar, tez-tez bo'lamiz. Chaqqan guruhlarga bo'lining, yaxshi o'tirib oling. Tez. Quralimizni olib, guruhlarga bo'lib oling. Nima berilgan? Uyga versa nima berilgan? Darajatlar berilgan. Guruh bo'yicha ishlaymiz. Birinchi guruh 7 karalikni yaqlaysiz. Ikkinchi guruh 8 karalikni yaqlaysizlar. Uchinchi guruh 9 karajatlarni yaqlaysizlar. Mana bu shaxta qadam tashlab tez-tez yaqlaysiz. Kim adashmay yaxshi yaqlasa, bitta yulduzcha olib borib, o'zini guruhiga qo'shadi. Qani kimdan boshlaymiz? Birinchi guruhdan boshlaymiz. 7 karalikni yaqlab, tez-tez chiq. Ha? 7 kere 1 7 kere 2 6 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 7 kere 5 37 35 7 kere 6 40 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 50 48 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70. İkinci gruptan çıkamiz. Tez. 8 karalik Muhammed tez bo'l. Tez yap. 8 kere 8 kere 16 8 kere 3 24 8 kere 4 Var. 8 kere 5 48 kere 6 48 8 kere 7 56 8 kere 8 64 8 kere 10 80. Bitta yulduz çağladım fakat. Üçüncü grupta Meryem çık tez bo'l. Çık Asad. Necha karalik yapmaysiz? Tez yap. 9 kere 1 9 9 kere 2 18 9 kere 3 27 9 kere 4 36 9 kere 5 45 9 kere 6 54 9 kere 7 63 9 kere 8 72 9 kere 9 90. 81 9 kere 10 90. Yulduz çağlamız. Juda yaxshi. Mana ballar hammamiz karajadvalni juda yaxshi yodlab oldik. Endi misollar ishlaganda hech qachon adashmaymiz. Juda yaxshi karajadvalni yodlab kelibsizlar. Ana endi bugungi o'tadigan temamiz nima ekan ballar? Masalalar yechish, kattaliklar ustida bajariladigan amallar. Bugungi darsimizning maqsadi ballar tez va xatosiz hisoblaysiz va masalalarni to'g'ri bajarishga harakat qilamiz. Hammamiz kitob darslik bilan ishlaymiz. Kitobingizni oching. 46-bet 60-darsni o'tamiz. Hozir birinchi masalani kitob bo'yicha Malika o'qiydi shartini. Qani o'quvchi Malika? Sayohatchilar 3 ta kichkina chodirlarga, 4 tadan 2 ta katta chodirlarga 6 tadan joylashdi. Chodirlarga hammasi bo'lib qancha sayohatchilar joylashdi? Mana qaranglar bolalar. Bizlarga nima berilgandir? Masala berilgan. Masalada bizlarga nima haqida bo'lyapti? Sayohatchilar haqida bo'lyapti. Sayohatchilarni nima qilgan sayohatchilar? Qani qisqa shartini olaylikchi. Qisqa shartni tuzingchi. Sayohatchilar, nechtadan? 3 tadan. 3 ta kichkina chodirlarga 4 tadan deydi. 3 ta kichkina chodirlarga 4 tadan, 2 ta katta chodirga esa 6 tadan joylashdi deydi. Tushunyapsizmi? Bizlarga masalada qo'yilayotgan savol chodirlarga hammasi bo'lib qancha sayohatchilar joylashgan deydi. Qani endi masalani qisqa shartini tuzib yechimini topaylikchi. Qani kim aytadi? Malika aytmoqchi. 3 ni 4 ga ko'paytiramiz 12, 6 ni 2 ga ko'paytiramiz
12. 12'ni 12'ye qo'shamiz 24. Juda yaxshi. Bizlar nimani topdik? Sayohatchilarga, hamma sayohatchilar qancha ekanligini topdik. Qisqa shartini tuza olasizmi? Qani qisqa shartini tuzmaymizmi? Qani daskaga qaraymiz. Daskaga qarang. Mana, masala birinchi masalan qisqa shart. Qarang. 3 ta o'qing. 3 ta chodiriga 4 ta va 2 ta chodir. Bizlar masala nima deyapti? Hammasini toping deyapti. Qani daftarimizga chislo bilan yozamiz. Masalan, qisqa shartini yozing tez-tez. Birinchi qismini bajardik, qisqa shartini yozyapmiz. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Ikkinchi qismi masalani bu yechimi. Kim daskaga chiqib yechimi deb yozadi. Qani chiqtirigini yozing, tez bo'laqanlar bolalar. Chiroyli yozuv qilib, tez yozamiz. Regina yechimi deb yozadi. Bo'ldi, yechimi deb yechimini o'zini ishla. Teparoqni yoz, Regina. Teparoqni yoz. Mana aytdingiz, yechimi tez yoz. Yechimi hammamiz daftarga yozamiz bolalar, chiroyli qilib. Masalan, qisqa shart turibdi daskada. Regina, qanaqa misol tuzamiz? Ko'paytirishga doir, yoz. Barakalla. Juda yaxshi. Birinchi Regina qaysi amallar bajariladi? Yozing. Bolalar, tez yozing. Ana masalani ikkinchi qismini bajardik. Ikkinchi qismida yechimi topildi bolalar. Juda yaxshi. Ana endi uchinchi qismiga nima deymiz? Yechimini topganiga nima deymiz? Javob yoz. Javobi hammasi 24 ta. Yozing, chiroyli qilib. Javob hammasi 24 ta. Chiroyli yozyapsizlarmi? Yaxshi. Chiroyli qilib, tez chiroyli qilib yozamiz. Barakalla. Hammasi 24 ta. Ana endi mana shu ishlagan ishimizni daska bilan solishtiramiz. Juda yaxshi. To'g'ri, Regina, o'tir joyingga. O'quvchilar yozib bo'ldikmi? Endi charchoqlarimizni chiqarish uchun hammamiz o'rnimizdan turib, bosh joylarga turib olamiz qarorlarga. Mana bu 5 minutni ekranga qarab bajaring birgalikda. Harakatlan 1 2 3. Bajaring. Allohumma salli. O'quvchilar ko'paytirish bo'lishga doir juda ham ko'p misollar ishlariga mana bu yulduzchalar guruhlarga beriladi. Regina Malades juda yaxshi qatnashdi. Safina juda yaxshi qatnashdi. Yulduzcha yig'amiz bolalar. Yulduzcha yig'amiz o'zimizning nimamizga. Muhammad yaxshi qatnashdi. Bilola yaxshi qatnashdi. Xo'sh, Malika yaxshi qatnashdi. Mana yulduzchalaringizni yig'asiz. Ana endi yana ham darsimizni mustahkamlash uchun o'quvchilar hozir men sizlarga misollar beraman. Agar kim to'g'ri javobni topsa, ana shu o'quvchi
ana shu o'quvchi tarvuz yeydi. Mana ekranda berilgan misolga qarang. Ekranda berilgan misolga qarang. Sizlar guruhlarni assalam yaxshi qatnashib yopishtirib yig'inglar. Mana yig'asizlar o'zinglarga. Endi daskadagi misolni qarang. Agar siz to'g'ri javob topsangiz, tarvuz yeb o'tirasiz. To'g'ri ishlagan o'quvchi yana yulduz javob guruhiga yig'adi. Birinchi misolning javobini qani? Bu Sevara topchi. O'qi Sevara. O'qib ber. 8 metr. 8 metr. Kvadrat. Kvadrat. Teng. Qancha? 800. Ha, barakalla. Sevara to'g'ri topdi. Mana Sevaraga yulduzcha guruhiga ma'lumot. Keyingisiga o'tamiz. Ikkinchisiga Jasur chiqadi. Jasur, qani tez tavoqchi. Javob 500 ga 500 ni qo'shsak kim chiqadi? barakalla. Mana Jasurga yana yulduzcha guruhlariga yana keyingi misolga kim chiqadi? 3-partada kim chiqadi? Tez chiqartinglarchi. Maryam chiqar qizim. Tez bo'l. Qani tez hisoblavorchi. 55 qo'shamiz 95 120. Juda yaxshi. Barakalla. Ana guruhlarda yulduzcha ko'paydi. Yana bormi? Yana misollarimiz bormi? Keyingisiga kim chiqadi? Birinchi partadan navbat keldi. Birinchi parta Regina, Sevgina chiqdi. Sen Regina chiqdin. Sevgina chiq tez bo'l. 700 santimetr kvadrat qanchaga tengdir? Ha? 3. Ha? Hatta o'tirjang va yulduzcha olamadingiz. Ikkinchi guruhda kim chiqaradi? Tez Malika chiqar. Tez bo'l qizim. 700 santimetr necha detsimetr bo'ladi? Bu ham hatta o'tir necha detsimetr bo'ladi Asal? Ha? 7. Voy barakalla, молодец. Asalga bitta chaqaytalon, Asal yulduzcha oldi. Juda yaxshi bolalar. Ana endi taqqaslashga doir misol ishlab olamiz. Birinchi guruhda Regina chiqar, tez qizim bo'laqa. Bo. Qaysi guruhda g'olib chiqar ekan? Qaysi biri katta? Tez taqqaslaymiz. Barakalla, Regina to'g'ri chiqdi. Bu guruhda kim chiqmadi? Ikkinchi topshiriqqa. Bilura chiqmadimi? Bilura chiq, tez bo'l. Ha, barakalla. Guruhlarimizni yapishtiramiz. Mana o'quvchilar, ko'paytirishga doir masala misollar ishladik. Uyga vazifa 6-misol. 40-betdagi 6-misolni ishlab kelasizlar. Hamma kundaligiga yozib olsin. Uyga vazifani yozib. Qani o'quvchilar, uyga vazifani belgilab oldinglarmi? Juda yaxshi. Ana endi bugungi darsga qatnashganlarni nima orqali baholadik bizlar? Yulduzchalar orqali baholadik. Birinchi guruhda nechta yulduzcha? 7 ta yulduzcha. Sizlarda nechta yulduzcha? 9 ta yulduzcha. Sizlarda nechta? 7 ta. Mana o'zinglarni baholalarni o'zinglar chiqarib o'tirsa. Birinchi guruhga bugungi darsga qatnashganlar uchun 7 ball qo'yiladi. Ikkinchi guruh 9 ball. 9 ta yulduzcha yig'di, 9 ball. Sizlar 7 ta yig'dinglar. Bugungi darsda olgan baholar 7 ball. Bugungi mana shu o'quvchilarning olgan baholari mana shunday miqdorda hisoblandi. Ana endi hammamiz bugungi darslarga yoqdimi bolalar? Juda yaxshi. Agar dars yoqqan bo'lsa, qo'linglardagi stiker orqali bugungi darsga nima tushundinglar? Kim tushundi, kim tushunmadi? Kim endi tushunib kelyapti? Mana bu sumkachalarga o'zingizning fikringizni yozib yapıştırıp qo'yasizlar. Hamma yazsin o'zining fikrini. Hamma o'zining fikrini yozib daskaga yapıştıradi. Dars yoqdimi? Qayerlari yoqdi? Qaysi biriga ishlashga kuchingiz yetmayapti? Ana shu fikringizni bayon qilib yozing. Daska yoqdimi? O'zingiz fikringizni bayon qilib olgan bo'lsangiz, mana bu sumkachalarga olib chiqib, o'z fikringizdagi yozilganini solib qo'ying. O'z-o'zini sumkachasiga soling. O'z-o'zini sumkachasiga soling.
bilan o'quvchilar bugungi darsimiz tamom. Hammaga xayrli